Assalomu alaykum O'zbekiston, yaxshimisizlar? Mana Qozog'iston Almataga kelib 30-noyabr kuni boy inshaalloh dasturni boy qilib O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz. Mujiklar duoda bo'linglar, inshaalloh dasturni boy qilamiz O'zbek Tayson bilan. Inshaalloh sizlardan shunchaki partishga bizlardan chiroyli boy ko'rsatyapti. 30-noyabr prosta shunchaki nuqtani qo'yamiz, negativlarga shunchaki og'zini yopamiz. Davay, bosinglar partishga. Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xolasa inshaalloh menga 30-kunga ham sanoqli kunlar qoldi. Duo qilib turinglar, duoda gap ko'p. Bizlar xudo xolasa bu yoqqa bejizga kelmadik. O'zbekiston yurtimizni bayrog'ini osmon uzra ko'tarib, xudo xolasa g'alabalarni olib ketgan keldik. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, qo'llab turinglar.